O'zingiz bilan band bo'ling, o'zingizni o'stiring, qiziqarli ayol bo'ling, chiroyli ayol bo'ling, jozibali bo'ling va unutmang, erkak sizni oldingizda o'zini holatini sevadi. O'zini holatini, holatni esa unga siz berasiz. Qanday qilib? Qachonki siz hissiyotlaringiz bilan to'g'ri ishlashni o'rgansangiz, emotsional ayol bo'lsangiz, ya'ni kulishni, xursand bo'lishni, quvonchni, вот женщина праздник, ayol, вот bayram ayol bo'lishingiz kerak. Вот o'zingizga bitta narsani to'g'ri tushuning. Men bayram bo'lishim kerak. Eringiz ishdan shunaqa charchab keladi, o'zi tak mana bu ko'cha, напряжение, mashina, rul, pul, tam boshqa masalalar yetarlicha unga. Va u uyga kelganda yana qo'shimcha porsiya problemani xohlamaydi. Shuning uchun ko'p erkaklar nima qiladi? Qochadi. Oilasiga kelgisi kelmaydi, uzoq o'rtoqlar bilan o'tiradi, choyxonada o'tiradi, lishbi kelmay. Chunki uyda uni negativ emotsiyaga to'la, именно такой вот skripach ayol kutayotganini biladi, ya'ni arralovchi. Ana shunaqa arra ayol bo'lmang.